Assalomu alaykum, uja xohishda bo'lgan aziz ahli YouTube. Mana sizlar bilan Allohga hamd bo'lsin, yana ko'rishib turibmiz. Yaxshi joydan quruq yer hisobida yer joyi obzor qilgani keldik. Bu joyimiz qayerda? Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini, O'zbek mahalla ko'chasi. Xullas, Qorasuv mebelchilar sitisiga Toshkent shahridan kirib kelganingizda Qorasuv mebelchilar sitisidan chorrahadan shunday karmashkadan kirib kelsangiz, uzog'i 10 kilometr, xuddi shu mahalla joylashgan joy. Do'stlar, yerimizni har bir sotik 15 sotikdan iborat. O'zlari yashab turgan uy-joylardan qisman bo'lib sotyaptilar. 15 sotik boshlang'ich narxi har bir sotiga 3200 dollardan so'ralyapti. Joyimizda gaz, suv, svet, internet, maktab, bog'cha, yangi qurilayotgan aeroport. Xullas, hamma sharoitlari bor, yaxshi joylar. Xudo xohlasa kuzatishda davom etsanglar. Kimga ma'qul kelsa, ekrandan pastda raqamlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib, savdolashib, sotib olishingiz mumkin. Kuzatishda davom etamiz. Do'stlar, mana ko'chamiz, mahallani kiraverish ko'chasi. Xullas, mana shunday shunday asfalt ko'cha, 150 metr yursangiz asfalt ko'cha, maktab, bog'cha, do'kon, hamma sharoitlari bor. Bu uchastkamizni yonboshida ham ko'cha, hozirlar hammasini ko'rsatamiz. Eniga 25 metr, uzunligi 60 metr. Bemalol o'sha Toshkent shahridan diqqi nafas bo'lib, siqilib, aka-ukalar bemalol kelib 5 sotik qilib bo'lishib olib, uy-joy qilsanglar, uchta uchastka chiroyli, komfortli uy-joy tushadi. Mahallamiz O'zbek mahalla. Erkin Komilovga ham dachasi mana shu Erkin Komilovga qo'shni bo'lasiz. Xullas, mana bu chap qo'limizda shu dala bor. Daladan 6 kilometr nari taraf aeroport tushyapti. Mana shu turgan uchastkamizdan shunday tekis yo'l, asfalt yo'l tushgan. 22 kilometr to mashina bozorgacha. Toshkent shahriga masofa, Nurafshon shahri, Qorasuv mebelchilar siti. Xullas, hamma tomonlama juda ham zo'r uchastka. Kimga ma'qul kelsa, xudo xohlasa ekrandan pastda raqamlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xohlasa kelib ko'rib, lakasa tashab berishadi. Kelib ko'rib, bemalol savdolashib olishingiz mumkin. Mana joyni ko'ring. Ko'rsating, mana bedapoya ekib qo'yilgan, o'zlari yashab turgan uy-joydan sotyaptilar. Juda ham yaxshi joy. Do'stlar, gaz, suv, svet, internet, xullas hamma tomonlama qulay. Toshkent shahriga masofa, Nurafshon shahri. Xullas, gaz nomer 1 bo'lgan oldindan. Juda ham yaxshi joylar. Endi ko'chalarimiz open byudjetda asfaltda yutib olsa, ko'cha ham asfalt bo'lib qolsa, mazza qilib yashasa bo'ladi. Do'stlar, mana uyimizning fasad qismi mana shu yong'oqqacha keladi taxminan. Mana shu o'zi chegara qilib o'qariq kovlab qo'yilgan. Hozir mana xudo xolasa sizlarga ichini ham kirib ko'rsataman, yuring. Mana ko'cha, yonboshida ham ko'cha bor. Bu yoq ham ko'cha, mana bu yonboshida ham ko'chamiz bor. Bemalol 3 ta aka-uka yoki xohlasanglar 4 kishiga bemalol vatan qilib uy-joy qilsa bo'ladi. Juda ham zo'r. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Maktab, bog'cha, do'kon, hamma sharoitlar bor. Stroy magazin deysizmi, to'yxona deysizmi, xullas apteka, hamma narsa sharoit bor, juda ham yaxshi. Asosiysi qo'ni-qo'shnilar ahilina O'zbek mahalla. Hech qanaqa qalang, qasang'i xudo urgan, dunyoda uyamagan qo'shni olgan yaxshi insonlarga qo'shni bo'lasiz. Shu Erkin Komilov ham bekarga shu yerda yashamaydi, O'zbekiston xalqi arsi, do'stlar. O'shaning uchun olgan odam baraka topadi. Toshkent shahriga masofa juda ham yaqin. Mana yonboshda ham ko'chamiz bor. Mana bedapoya ekib qo'yilgan, mevali daraxtlar bor. Xullas, xudo xolasa sizga xat hujjat orqali через notarius shunday rasmiylashtirib berishadi, xudo xolasa. Kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqsanglar, agar mabodo tusha olmasanglar, meni o'zimga aloqaga chiqsanglar ham, xudo xolasa o'zim sabab bo'lib, xudo xolasa inshaalloh ajramiz. Do'stlar, mana 60 metr uchastkamizning uzunligi. O'zlari yashab turgan uy-joylardan shunday bo'lib qisman sotyaptilar. Endi bu yerda bepoyonchilik, gaz, svet juda ham zo'r, azaldan zo'r bo'lgan. Bu yerda teplitsa, mana shunaqa issiqxonalar qilib foydalanishgan. Juda ham yaxshi joy. O'zbek mahalla deydi, 3-отделение, o'sha eski nomi Kirov degan Halqabod mahalla fuqarolar yig'inidan shunday o'tib kelsangiz, xuddi shu mahalla. Juda ham zo'r mahalla. Mana ko'cha, xullas juda ham zo'r. Mana do'stlar, mana bu ham kalitkalari bor ekan. Bu kalitka chegara ekan, mana do'stlar. Xullas 60 metr uzunligi, ko'cha tarafdan qaraganda eniga 25 metr. Xohlasangiz bu yog'i mana eniga 60 metr, uzunasiga 25 metr. Xohlasangiz mana shunaqasiga bo'lib 4 ta uchastka qilib bemalol sotib olib, uy-joy qilib yashashingiz mumkin. Endi pulini so'rashaveradi. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelsa, aloqaga chiqsanglar, aka-uka, oshna og'ayni
dala hovli qilib ham mazza qilib foydalanib qolasiz. Kelib uy-joy qilib Toshkent shahriga yaqinroq joydan uy-joy qilaman degan viloyat vodiy vohalarda istiqomat qiladigan aka-ukalarimizga juda ham qulay zo'r joy. Mana xohlasanglar ichkariga kirib ham xudo xolasa ko'rsatamiz. Do'stlar, mana stalbalar, yangi stalbalar qo'yilgan, Wi-Fi, internet, xullas hamma sharoitlar bor. Ko'chamiz shag'al ko'cha, hech qanaqa oyog'ingiz loy bo'lmaydi. Shundoq mahalladan chiqasiz, 50 metr yursiz, asfalt ko'cha to Toshkent shahrigacha. Ikkita yo'l bor. Bu taraf Quyuchirchiq tumani, bu yog'i O'rta Chirchiqqa qaraydi. Shunda 6 kilometr, 5 kilometr mana bu yonboshimizda katta polya bor. Ana o'sha polyaning nari tarafi xalqaro aeroport. Do'stlar, bu yerdan joy olsanglar, xudo xolsa baraka topasizlar. U snosga tusharmikin, snosga tushmasmikin deb ko'pchiliginglar savol yozib, kommentariy yozasizlar. Hech qanaqa snosga tushganda biz sizlarga reklama qilib havola qilmagan bo'lardik. Do'stlar, bemalol xotirjamlik bilan xudo xolasa kimga ma'qul kelsa bemalol olib sotib olib uy-joy qilib yashashingiz mumkin, xudo xolasa. Mana do'stlar, mana shu bedapoya ekilgan joy, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. 25 ga 60. Hamma tomonlama qulay. Bemalol chiroyli qilib reja asosida bir 4 ta uchastkani qursangiz bo'ladi. Gaz, suv, svet, internet, maktab, bog'cha, to'yxona, kafe, do'kon, apteka deysizmi, poliklinika deysizmi, xullas hamma sharoitlari bor. Toshkent shahriga masofa butun, juda ham zo'r. Aeroport yangi qurilayotgan. Xullas juda ham zo'r joylar. Do'stlar, olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Mana yana bir bor. Endi men ichkarini ko'rsatmaganim, ichkarida ko'rinadigan narsani o'zi yo'q. Do'stlar, quruq yer bedapoya qilib qo'yilgan. O'shaning uchun mana ko'chalarimiz mahalla o'zbek mahalla, ahil inoq, xullas juda ham yaxshi. Olgan odam baraka topadi, do'stlar. Mana bu yonboshimizda shunday ko'chadan kirib kelsa mebelniy sex. Xullas ishlab chiqarish deysizmi, chorvachilik deysizmi, dehqonchilik deysizmi, bog'dorchilik deysizmi, hamma tomonga juda ham qulay bo'lgan, Toshkent shahriga masofasi yaqin bo'lgan juda ham zo'r kelajagi bor, haqiqiy zo'r joylar. O'rta Chirchiq, Quyuchirchiq tumani bilan Yangi Hayot tumani bilan qo'shni. Ajramas shunaqa gaplar bor. Menimcha Toshkent shahrining Yangi Hayot tumaniga ham qo'shilib ketsa kerak shu ketishda. Uzog'i 5 yil, 6 yilda. Chunki aeroport yonboshida do'stlar. Mana yerimiz. Endi sizlarga kirib ko'rsatmadik, mana yaxshilab ko'rsating, razm solib. Mana shu quruq yer, suv chiqadi. Ichimlik suvi deysizmi, vodoprovod, xullas kachalka suvi, ariq suvi, hamma tomonlama juda ham qulay. Xohlasangiz issiqxona, chorvachilik, dehqonchilik, uy-joy, xullas hammasiga juda ham zo'r. Mana gaz, suv, svet, internet. Xullas, asosiysi qo'shni ahil, inoq, yaxshi insonlar. O'zimiz akamiz Shuhrat aka ismlari. Xudo xolsa telefon raqamlarini qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, aka deb savdolashib, kelib ko'rib, bir piyola choy ustida xudo xolsa ajoyib sabab bo'lib qolsa. Do'stlar, orzu havas qilgan butun respublikamizdan uy-joy qilaman deb yurgan musofir aka-ukalarimiz uchun, Alloh roziligi uchun, shular uchun like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib duo qilib qo'ysanglar, ana o'shunaqangi yurtdoshlarimizga xudo xolasa yetib borsa shu uy-joylarimiz ajoyib. Shu insonlar ham orzu havas qilgan Toshkent poytaxtga yaqin joydan, yaxshi joydan uy-joy qilaman, vatan qilaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa birgalikda sabab bo'lib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin, Allohimga omonat bo'ling. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar.